O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Pilsirat. Qiyomat kunining hodisalaridan biri pilsiratdan o'tishdir. Bu o'tish bak ta's bo'lgan, ko'rinishi qo'rqinchli bir joydir. Alloh taolo mo'minlarning qalbini dunyoda dinda mustahkam qilgandek, ularning qadamlarini pilsiratda mustahkam qiladi. Ziyankorlarning qalblari dunyoda iymon va tasdiqdan yiroq bo'lgandek, ularning qadamlari pilsiratda tayilib ketadi. Bu cho'ng tasqash va imtihon o'rnidir. Salomat o'tib ketgan kishi muvaffaqiyat qozongan va eng cho'ng mukofotni qo'lga keltirgan bo'ladi. O'talmagan kishi azobga loyiq bo'lar. Undaqda pilsirat degan nima? Uning sifati qandaq? Uning o'rni nada? Uning ustida kishilarning holi qandaq bo'ladi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomatning ahvollarini va maydonlarini bayon qilib bergan bo'lib, pilsiratdan o'tish buning jumlasidandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yana anbiyalarning qo'rqadiganligi va umid qildiganligini, ummatining bo'lsa bu zotning shafoatidan manfaatlanadiganligini bayon qilib berdi. Pilsiratning ko'p sifatlari bor bo'lib, uning ustidan o'tadiganlar uchunmi o'xshamagan ahvollar bo'ladi. Sirat arab tilida dag'dam yo'l degan ma'noda. Oxiratdagi sirat bo'lsa, jahannamning ustiga qo'yilgan ko'vrik bo'lib, uning ustidan ilgirkilar va keyingilarning hammasi o'tadi. Pilsiratning sifatlari. Bu jahannamning ustiga qo'yilgan ko'vrik bo'lib, qilishning bisidan va qildan inchikidir. Uningda odamlarga chaplashib oladigan o'g'irtikanlar va qamoqlar bor. Uning uzunligi 1 oylik musofadek bo'lib, uni zulmat qoplagandir. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam andan ko'rik keltirilib do'zax ustiga qo'yiladi dedi. Ya Rasululloh, ko'rik degan nima deb so'rasak, Rasululloh mundaq dedi. Tayilg'oq, müdürlib ketadigan yer bo'lib, ustida ilmaklar, qamoqlar va Najd diyarlarida bo'ladigan sa'dan tikinidek ushshaq o'g'ir tikanlar bor, yaypang mixlar bor dedi. Abu Said radhiyallohu anhu anglashimcha ko'rik, ya'ni pilsirat qildimi inchika, qilishning bisidimi inchika ekan degan. Pilsiratning o'rni. Pilsiratdan o'tish nomi amallar tarqitilib, amallar taroziga qo'yilib, ba'zi shafoatning turlari hosil bo'lib, haviziga kelib, hisob elinib va bandalarning orasida hukm chiqarilib bo'lgandan keyin bo'ladi. Mushriklar pilsiratdan o'talmaydi. Bundaq bo'lishi qiyomat kuni insonlar bir qancha qismlarga bo'linadi. Ular yakka yegani Allohga hech narsani sherik keltirmagan holda ibodat qilgan ixlosmand mu'minlar, munofiqlar va Allohga boshqalarni qo'shib ibodat qilgan mushriklardir. Mushriklar bo'lsa pilsiratdan o'talmay do'zaxga tushib ketadi. Allohga sherik keltirmagan, islomga nisbat beriladigan mu'minlar va munofiqlar bo'lsa bu ko'rikdan o'tib ketadi. Munofiqlar va pilsirat. Barliq anbiyalarning tavhid aqidasidagi agashkuchilarning hammasi to'xtaydi. Ularning ichida gunohkorlar va munofiqlar bo'ladi. Pilsirat qo'yilishdan ilgari ularni qorong'ulik qoplaydi. Andan ularga nurlar tarqatiladi. Bu nur har bir odamga uning iymoni va yaxshi amallariga qarata beriladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadigan kunda insonlar nada bo'ladi deb so'ralganda, o zot ular ko'rikning ustida zulmatda dedi. Mana bu o'rinda munofiqlar mu'minlardan ayriladi va ularning keynida qoladi. Mu'minlar ularning oldiga o'tib ketadi. Ularning orasi munofiqlarni mu'minlarga yetishib olishdan to'saydigan bir tam bilan ayirib etiladi. Haq taolo aytadi. O kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq alayli deydi. Ularga masxara yuzidan arqonlarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Hadid surasi 13-oyat. Demak, Qur'on va sunnatning nuriga ergashgan mu'minlarga qiyomat kuni nur ato qilindi. Bu nur ular uchun qiyomat kunidagi zulmatni yoritib beradi va pilsiratda qadamlarini mustahkam qiladi. Ammo dunyoda Qur'on va sunnatning nuridan yuz o'rgan munofiqlarga kelsak, ular xuddi dunyoda o'zlarini nurdan mahrum qilgandek, qiyomat kuni qorong'uliklarning ichida tangirqab qoladi. Munofiqlar mu'minlardan ularning nuridan elish uchun saqlab turishini talab qiladi. Ularga arqonlarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan munofiqlar noumid qaytadi. Mu'minlar ilgirlab ketadi. Mu'minlar bilan munofiqlardan iborat ikki firqa ayrilgandan keyin Alloh taolo ularning orasiga bir sepil so'qadi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi.
Mümin er ve mümin ayollarning barar joyi jannat bo'ladi. Munofiq er ve munofiq ayollarning barar joyi do'zax bo'ladi. Müminning nurining miqdori. Pilsiratdan o'tadigan müminlar va munofiqlarning hammasiga nur ato qilindi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohni ko'rish haqida deganki, Ondan Allah Taala kulib tajalli qiladi. Arqadillah Allah ularni elib mangdi. Ular o zatqa ergishidi. Ulardan munofiq bo'lsin, mu'min bo'lsin, har bir insonga nur ato qilindi. Ondan ular nurga ergishidi. Jahannam ko'rigining ustida Allah Taala xolagan odamni elib ketadigan qamoqlar va o'g'ir tikanlar bo'ladi. Ondan munofiqlarning nuri o'chiriladi. Ondan mu'minlar nijot topadi. Nijot topadigan tunji jamoatning yuzlari 14 kunlik to'lin oydak bo'ladi. Ular 70 ming kishi bo'lib, ulardan hisob elinmaydi. Har bir mu'minga uning nuri yaxshi amalining miqdori bo'yicha beriladi. Mu'min oldidagi nurning yuritish miqdori qanchalik bo'lsa, pilsiratda shuncha tez mangadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, ularning ichida oldiga tog'dak nur ato qilinganlar bor. Ularning ichida uningdan ko'proq nur ato qilinganlar bor. Ularning ichida o'ng qo'liga xurma daraxtidek nur ato qilinganlar bor. Ularning ichida o'ng qo'liga uningdan azroq nur ato qilinganlar bor. Ularning eng oxirgisiga putining bosh barmog'iga nur ato qilindi. Bu nur birdam yurib, birdam o'chib qoladi. Yursa qadam oladi, o'chsa o'rnida turdi. Shu tariqada ular pilsiratdan o'tib ketadi. Pilsiratning ustidagi mu'minlarning duosi. Allah Taala mu'minlarning oldinlarida nur mang'an chaqdagi duosidan xabar berdi. Ular: "Ey Parvardigorimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin, bizga mag'firat qilgan. Sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan" deydi. Tahrim surasi 8-oyat. Pilsiratdan o'tadiganlarning turlari. İnsanlar do'zaxga keladi va amallari bilan do'zaxdan chiqadi. Ular 3 turlik bo'ladi: salomat qutulg'uchi, zidildan qutulg'uchi, do'zaxga tushib ketguchi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, jahannamning ustiga pilsirat qo'yiladi. Uning ustida sa'dan tikinidek o'g'ri tikanlar bo'ladi. Ondan insonlar o'tadi. Salomat qutuldiganlar, yaralanib qutuldiganlar o'talmay tikmonliq do'zaxga tushadiganlar bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam pilsirat to'g'riliq tayilg'oq, müdürlib ketadigan yer bo'lib, ustida ilmaklar, qamoqlar va Najd diyarlarida bo'ladigan sa'dan tikinidek ushchoq o'g'ri tikanlari bor, yaypon mixlar bor. Mu'min uningdan ko'zini yumib ochgandek, yana chaqmoqdek, yana shamoldek, yana yo'rg'a atlardek va tugilardek o'tib ketadi. Ba'zilari sog'-salomat qutulgan, ba'zilari surkilib, zedilnib qutulgan va yana ba'zilari do'zax o'tida do'linib qolgan bo'ladi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam pilsiratning ustidagi bu tikanlarning hajmining cho'ng ekanligini xabar berib, "Sizlar Sa'danning tikinini ko'rganmidinglar?" deganida ashoblar "Ha, ko'rganmiz" deyishdi. Rasululloh: "Lekin uning naqadar cho'ngligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Qarmoqlar kishilarning qilmishlariga qarab ilib oladi. Ulardan qilmishlari tufaylidan halok qilinganlarmi, qichining danasidek chechib etilgandan keyin qutulganlarmi bo'ladi." Pilsiratdan o'tadiganlarning surati. Pilsiratdan o'tadiganlar oldinlarda ko'rib mangadigan nurning yuritish miqdoriga qarata o'tish sur'atida farqli bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning mengishdagi ahvollarini sifatlab aytadi. Pilsirat qilishning bisidek inchga, tayilg'oq, müdürlib ketadigan yer bo'lib, ularga nuronglarning miqdori bo'yicha menginglar deyiladi. Ba'zilari yulduzlar oqqandek o'tib ketsa, ba'zilari shamoldek o'tib ketadi. Ba'zilari ko'zni yumib ochqicha o'tib ketadi. Ba'zilari ildam mang'an odamdek o'tib ketadi. Her biri miqdori bo'yicha o'tadi. Hatto nuri putining bosh barmog'ida bo'lgan kishi bir qo'li tushib ketsa, yana bir qo'li bilan esilib, bir puti teyilib ketsa, yana bir puti bilan ilinishib, badanining hamma taraflariga o't chachirab, oxiri o'tib ketadi. Ularning hammasi o'tib bo'lganda, bizga seni, ya'ni do'zaxni ko'rsatgandan keyin sendan qutuldirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. U zot bizga hech kimga bermaganda berdi deydi. Pilsiratdan tunji bo'lib o'tadigan kishi. Pilsirat qo'yilgandan keyin uningdan tunji bo'lib izzatlangan va teyilib ketmagan holda o'tib ketadigan zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. U zotning ummati uningga ergishib o'tadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam do'zaxning ustiga pilsirat ko'riki silindi. Shunda qilib, men bilan ummatim dastlab qilib sirat ko'rikidan o'tadiganlar bo'lamiz. U kuni anbiyalardan boshqa hech odam so'z qilmaydi. Anbiyalarning so'zlarimi "Ey Alloh, amon qilgin" degandan iborat bo'ladi degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam pilsiratda ummatiga duo qiladi. Pilsiratdan o'tib ketadiganlarning amallari ular bilan birga mangadi. Ularning ichida uchar qush o'tgandek, shamoldek,
chaqmoqdek o'tib ketadiganlar bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam pilsiratda o'ri turibmi, ey Alloh, aman qilgin deydi. Hadisda keldiki, sizlarning boshdagilar chaqmoqdek, undan keyin kelganlar shamoldek, undan keyingilar qushning uchishidek, undan keyingilar tiz yugurgandek tezlikda o'tib ketadi. Hammasini amallari ma'lum suratda o'tkazadi. Bu chaqda nabiyinglar pilsiratda turib, ey Alloh, aman qilgin deydi. Oxiri bandalarning amallari ularni o'tkazolmay, ba'zilar aran o'milab o'tadi. Sil rahim bilan amonat pilsiratning ikki tarafida bo'ladi. Ba'zi amallar pilsiratda hozir bo'ladigan bo'lib, u amallardan uni qilg'uvchilar manfaatlandi. Buning jumlasidan sil rahim bilan amonat pilsiratning o'ng va so'l ikki tarafida turadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sil rahim bilan amonat suratga kirgizilib avatiladi. Bu ikkisi pilsiratning o'ng va so'l ikki tarafida turadi degan. Oxirida daymizga sen o'zingni pilsiratning ustida turgan, ostondagi qop-qorong'u hangda yalqonchab kuyayotgan do'zaxga qarab turgan, birdam mengib, birdam o'milayotgan, xaloyiqlarning bo'lsa oldingda birlari tayilib, birlari yiqilayotgan, do'zaxqa muakkal farishtalarning ularni ilmaklar va qamoqlar bilan tortayotgan va ularning do'zaxqa tikmo'lloq tushib ketayotgan holatlarini ko'rib turyotaman deb o'ylab boqqan. Bu nima degan qo'rqinchli ko'rinish, ha? Haqiqat. Jannatga faqat muvahhid mu'minlarla kiradi. Ulardan boshqalar do'zaxga tushib ketadi. Pilsiratdan keyin mu'minlarning bir-biridan qisos oldiganligi. Mu'minlar pilsiratdan o'tib do'zaxdan qutulgandan keyin ularning orasida dunyodagi chaqda bir-birida qolgan haqlar qoladi. Ular jannatga kirishdan ilgari Parvardigorimiz ularning bir-biridagi haqlarini elib berib, ularning bir-biriga qarta ko'ngillarini adovatdan paklashni iroda qiladi. Haq Taolo aytadi: ularga jannatga aman esan tinch kiringlar deyiladi. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Hijr surasi 46-47 oyatlar. Ondaqda ularning orasida qisos qandoq ilinadi? Bu yangidan hisob elishmi? Ular buning bilan azoblanamdi yoki og'riq tortamdi? Mu'minlarning jannatga kirishdan ilgari bir-biridan qisos elishadiganligining dalili bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bunu so'zidir. Mu'minlar pilsiratdan o'tib do'zaxdan qutulgandan keyin do'zax bilan jannat orasidagi cho'ng bir ko'rik ustida to'xtatilib qo'yilib, dunyodagi chaqlarda bir-birida qolgan haqlarni elishadi. Oxiri tozlanib poklangandan keyin ularning jannatga kirishiga ijozat qilindi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning jani ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, ahli jannat bo'lgan odam o'zining jannatga turalg'usini dunyodagi uydanmi yaxshiroq taniydi. Demak, ular to'xtaydi va Alloh taolo ularning orasidagi ishlardan hisob olib, dunyodagi chaqda bir-birida qilib qolgan haqlardan qisos olib berdi. Oxiri har biri qarindishiga qalbida o'chmanlik saqlamay, qalblari poklangan holatda jannatga kiradi. Ularning orasidagi kin adovatlarning hammasi yo'qolib ketadi. Ularning orasida qisos elishishning shakli. Mu'minlar orasida qisos elishadigan ko'rik jannatga kirishdan ilgari bo'ladigan bo'lg'achqa, bu vaqtda mahsharning ig'irchiliklari davomlashayotgan bo'ladi. U kunda mol-dunyo, bola-chaqa, dinar va dirham yo'q bo'lganlik uchun ularning orasida qisos elishish yaxshi amallar va yomon qilmishlar bilan bo'ladi. Kimda boshqalarning mollarini elib olish, tillash va urush degandek haqlar bor bo'lsa, haq egalari haqlarning miqdori bo'yicha uning yaxshi amallaridan oladi. U kishining faqat yaxshi amallari qolmagan chaqda haq egalarining gunohlaridan ilinib, u kishiga yuklanadi. Alloh taolaning insonlarga rahmat qilganligining jumlasidan zulmga uchrag'uvchini zulm qilg'uvchidan rozi bo'lib, afv qilishga undaydi. Bu orqali u ikkisining orasini isloh qiladi. O'chagishib qolganlarni rozi qilish. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ltirgan ekan, men tuyuqsiz u zotning kulib, ikki udul tishining ko'rinib qolganligini ko'rdim. Shuning bilan u zotga: "Ey Rasululloh, nimaga kulilar?" deyilganida u zot dediki: "Ummatimdan ikki kishi Parvardigorimning oldida tizlanib o'ltirib, biri: 'Ey Rabbim, menga qarindishimdan haqqimni elib bergin' dedi. Alloh taolo yana biriga: 'Qarindishingga haqqini bergin' dedi. Haq egisi: 'Ey Rabbim, mening yaxshiliklarimdan hech narsa qolmadi' dedi. Haq egisi: 'Ey Rabbim, mening gunohlarimdan uning yuklagin' dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki ko'zidan yosh to'kildi. Ondan dedi: Haqiqatan o shundoq bir kunki, insonlar gunohlarining boshqalarga yuklanishiga muhtoj bo'ladigan kundir. Ondan Alloh taolo haqqini talab qilg'uchiga beshingni ko'targin dedi. U kishi beshini ko'tarib qarab: "Ey Rabbim, men oltin shaharlarni va marvoyatlar yaltirab turgan oltin qasrlarni ko'ryapman. Bu qaysi payg'ambar uchun yoki qaysi siddiq uchun yoki qaysi shahid uchun?" dedi. Alloh taolo: "Bu uning pulini bergan odam uchun" dedi. U kishi:
Buning puliga kimmi ega bo'la oladi dedi. Alloh taolo sen ega bo'lasan dedi. U kishi undaqda nima bilan ega bo'laman dedi. Alloh taolo qarindishini afu qilishing bilan ega bo'lasan dedi. U kishi ey Rabbim men uni afu qilyaptim dedi. Alloh taolo sen qarindishingning qo'lini tutib uni jannatga kirgizgin dedi. Andan Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedi. Allohdan qo'rqinglar va oranglarni isloh qilinglar. Allohmi qiyomat kuni mu'minlarning orasini isloh qiladi. Bu pilsiratdan o'tishdan ilgari boshlangan amallardan ilinadigan hisobning to'liqlamasidir. Ma'lumki, haqiqatan insonlarning haqlarini elib berish uchun qisas ilingan kishi buningdan alam tortadi. Lekin bu amallarning hammasi jannatga kirish bilan yo'qolib ketadi. Isloh qilish. Allohdan qo'rqinglar va oranglarni isloh qilinglar. Allohmi qiyomat kuni mu'minlarning orasini isloh qiladi. Ahli fatratning ahvoli. Mahshar kuni insonlar orasida shundoq bir qavmlar bo'ladi-ki, ular islomni faqatla bilmagan yoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilib avatilishdan ilgirki anbiyolar o'zilib qolgan zamonda yashagan insonlardir. Bu turdagi insonlarni ahli ilmlar fatrat ahli deb atagan yoki ularga islom dini salbiy shaklda yetgan insonlardir. Undaqda ular kimlar? Ularning hujjati nima? Alloh taolo ularni qanday qiladi? Alloh taolo anbiyolarni xushbishorat berguchi va ogohlantiruvchi qilib avatgan bo'lib, qiyomat kuni bandalardan ularning ashu anbiyolarga tutgan maydoniga qarata hisob oladi. Alloh taolo aytadi: "Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q." Isro surasi 15-oyat. Alloh taolo xaloyiqni mayliga tashlab qo'ymadi, balki anbiyolarni avatdi va kitoblarni tushirib berdi. Alloh taolo har qanday ummatni payg'ambar avatmay, ogohlantirmay turib halok qilmaydi. Alloh taolo qiyomat kunidagi do'zax haqida aytadiki, do'zaxqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxqa muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur azg'unliqda dedik deydi. Mulk surasi 8-9-oyatlar. Demak, kimki uningga haqiqat yetgandan keyin iymon etgan va Muhammad sallallohu alayhi vasallam avatilgan nurga ergashgan bo'lsa, u to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi va to'g'ri yo'lda bo'lganligining foydasi o'ziga bo'ladi. Kimki uningga haqiqat yetgandan keyin haqiqatga ergashmay to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'lsa, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi va bu qilmishining vaboli o'ziga bo'ladi. Bir odam yana bir odamning gunohini ko'tarmaydi. Har odam nima ish qilsa, faqat o'ziga qiladi. İslam da'vati yetmagan kishilarning ahvoli. Afrika o'rmonliqlarida yoki Yiroq o'rmonliqlarida yoki Shimoliy qutb va yoki Janubiy qutb o'rmonliqlarida yashaydigan insonlarga o'xshash islom da'vati yetmay, islomdan hech narsani bilmagan yoki ba'zi g'arb tashviqotlarida va internet sahifalarida tarqatilayotgandek salbiy shaklda anglab, xato tushunib qolgan yoki tug'ilishida gaz, galvon bo'lib tug'ilib qolib, saqaymagan yoki atrofidagi ishlarni bilolmaydigan darajada baq qarib ketgan insonlarga kelsak, bularga Alloh taolaning bu so'zi tatbiqlandi. Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqa bizga biror payg'ambar avatmadan, biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergashatdiq deydi. Taha surasi 134-oyat. Va yana ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz, bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga ergashatdiq va mu'minlardan bo'latdiq demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. Qasas surasi 47-oyat. Demak, Alloh hech bir kishini payg'ambar avatmay, ogohlantirmay turib azoblamaydi. Olimlarning ichida Allah bu turdagi insonlarni qiyomat kuni hisob maydonlarida sinaydi. Agar ular itoat qilsa jannatga kiradi va Allohning ular haqida baxtli insonlardan bo'ladi degan ilmiy azaliysi ayon bo'ladi. Kimki itoat qilmasa har holatda do'zaxga kiradi va Alloh taolaning ular haqida baxtsiz insonlardan bo'ladi degan ilmiy azaliysi ayon bo'ladi deb qaraganlar bor. Bu so'z hamma dalillarni jamlagandir. Alloh taolo eng to'g'risini bilguchidir. Adillik. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isro surasi 15-oyat. Doktor Muhammad al-Arifi. Sajiya Islom tadqiqot markazi.